Mana xudo xohlasa qo'y qo'ralar ham bitdi. Mana go'zal bo'lib. Mana eshigi ochiladi, mana men aytdimda, bekitamiz mana. Bekildi. Ochib kiramiz endi. Mana bitta birinchi o'ramiz. Mana oshiq-moshiqlik qilib, mana eshik qo'ydim mana, xudo xohlasa. Buni bunday olib, eshikni bu chiqadi, oshiq-moshiqdan chiqarib, o'pshi qiladigan bo'lsam chiqarib qo'yaman. Bo'lmasam shunday qilib, mana shu yerda shunday baylaymanda, xudo xohlasa. Ikkinchi xonasi. 2 xonali. Bir uy, bir dahliz. Bir uy, bir dahliz bo'ldi mana, xudo xohlasa. Egalari kelsa yotishadi. Mana nihoyat bitti. Mana bitta qo'rani oxiri bu. İkinci qo'rani oxiri bu. Bunisini eshigi bu yoqda mana. Mana eshigini ochamiz. Ochamiz mana. Bu yoqdan kiradi. Mana suv ichadigan joyi mana. Narigi eshikda ham o yerda suv ichadigan joyi bor eshikda. Mana suvimiz mana, xudo xohlasa suvlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga qo'yib chiqaveradi mana. Samotor. Motor kerak emas. Mana. Qo'y quraman deganlarga life hackmi nima deydi? Mana shunaqa. Yani ideya, yangi g'oya. Uyim oshcha materiallardan qilib oshib qo'ygan. Yoqilib ketmasin deb, endi chiroyli loylarni bosib qo'ydim. E'tiborlar uchun rahmat.